Garchi ipak devoring hech kim seni qurgan yo'q. Ammo ikki dunyoda sendan baland qurbon yo'q. Bo'sh yuraklar yog'dusi o'zing beshak chimildab. Bo'y qizlarning orzusi shohi to'shak chimildab. Kuyov kutgan orzu qilib hayot sendan boshlanar. Kelayotgan allayu bayot sendan boshlanar. Tilagim shu boylansin, jon rishtasi joningga, yo'lamasin hech bir qiz, rozi bo'lmay yoningga. Ilohim baxt go'shankalari kelin-kuyovlarimizni faqatgina quvonchga, shodlikka to'la bo'lsin. Bundanda baxtli onlarida ham xuddi bugungidek yaqinlar katta davralarni birga to'ldirishlikni yaratganlar. Sizga aynan kelinimizni bugun Xudo tomonidan ham ko'plab mehmonlar kelgan va kelinimizni ukalari Sirojiddin ukamizni davraga taklif qilamiz va mana shu bugun opajonisini baxtli bir kechada chiroyli tabriklashni niyat qilgan ekan. Sirojiddin ukamni davrada kutib olinsak-da va Sirojiddinning tilaklarini birga tinglab biyog'iga yana davom etsak marhamat. Hamda sovg'alari bilan. Rahmat Sirojiddin, hayajonda ukamiz, rahmat deymiz. Marhamat qilib shu sovg'alarni olib, bemalol topshirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Kelin-kuyovlarga siz ham doimo sog' bo'ling, baxtli yigit bo'ling. Kelin-kuyovlarimizga barchamiz baxt tilab, mana shunday bir go'zal lahzalarga guvoh bo'lmoqdamiz. Albatta bugun kelin-kuyovlarimiz tomonidan ham sovg'alar bor va mana shu sovg'alarni qabul qilib olish uchun onajonlarimizni avvalo kutib olsak. Davramizga birinchi ahamli onamiz, bugungi xonadon sohibasi, to'y sohibasi Yulduz opamni taklif etsak, hamda kelinimizning onalari Zamira opamni ham, Xudo xolamizni ham davramiz badiiy maydonida kutib olishga harakat qilamiz. Yulduz opa keling, hamda Xudo xolamizni ham marhamat qilib kelishlarini so'raymiz. Kelin-kuyovlarimiz kutgan daqiqalarga shu tariqa to'g'ridan-to'g'ri qadam tashlab borsak. Yulduz opani kutib olaylik, hamda Zamira opa Xudo xolomizdan kelishlarini so'raymiz. To'ylar muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Yetkizganiga shukr, shunday kunlarga ko'rsatganiga shukr. Endi biz ana shu har to'ylarda onajonlarimizga qo'shimcha amma xolalarni ham taklif qilamiz degan bizda savol paydo bo'ladi. Mana shu yonimizdan boshlab qo'yaylik-a. Sizlarga, onajonlarimizga, mana shu buvijonlar, amma xolalarimizga ham to'ylar muborak bo'lsin. Avvalo mana shu aytilgan tilaklarga biz amin deymiz. Har xonadonda shunaqangi yaxshi kun bo'lib, Xudo xolasa kelasi yil beshik to'ylarda diydorlashish hammamizga nasib etsin deb qolamiz. Endi kelin-kuyovlarimizga sekinlik bilan ruxsat beramiz. Chiroyli gullar bilan endi mana shu onajonlarimizni qarshilariga kelish fursatlari yetib keldi. Bog'i eram onamni guliga yetolmaydi. Boshlarimni silagan qo'liga yetolmaydi. Agar dunyo shoirlari nomimga she'r bitsalar ham, onamni bir og'iz keldingmi bolam degan tiliga yetolmaydi. Siz baxtim yo'liga nur sochgan onamsiz. Siz men uchun uyqusiz qochgan onamsiz. Siz aslida mehribon, sokin bir ayol. Lek meni desa tog'lardan ham oshgan onamsiz. Onajonlarimizga bitta chiroyli qarsak cholganlarni ham umrlari uzoq bo'lsin deymizda, kelin-kuyovlarimiz endi chiroyli qo'shiqlar og'ushida onajonlarimiz tomon yetaklaymiz, chorlab qolamiz. Kuyovjo'ralarni ham mana shu jarayonda kutib olamiz. Olqishlab turasizlar marhamat.